Sevimli savaşdaşlar, yaxşımısınızlar? Everyday English Vocabulary. Gündelik İngiliz dili sözlük kamusu. Lesson 13. Chores and Cleaning. 13. ders öy işleri ve tazılaşqı münasibətlik sözlər. Ondaqda öy işleri doğrusidagi sözlerini çoxum bilishimiz gerek. Elbette o'ylabağınımız boyunca desek bo'lmaydi. Çoxum qandaq deyishni, qoidasini, ham qandaq ifodalashni ingliz tilida 100% bilishimiz zarur. Shuning uchun bu darsda mana biz uy ishlari va tozalashga, uyni tozalashga munosabatlik so'zlarni o'rganib chiqamiz. To clean the windows. Derizlarni tozalash. Masalan, derizini aytishdaymiz emasmi? To clean the window. Hamda nima uchun to degan gapni olamiz? Albatta, feelning oldiga to ni bil olamiz. To clean degan tozalamak. To clean the window. Masalan, I cleaned the windows. Men derizlarni tozalagan. To sweep the floor. Sweep degan supurmak. To sweep the floor. Polni supurmak yoki yerni qanaqa qilmoq? Supurmak. To sweep the floor. Floor uyning ichidagi yerni ko'rsatadi. Mayli u siz pol bekitgan bo'ling yoki gilam bo'lsin, nim bo'lsin. To sweep the floor. To scrub the floor. And the floor bu yerda ko'pincha qattiq yuzlik narsani ko'rsatadi. Gilam bo'lsin dedim emasmi? Floor ko'pincha qattiq yuzlik, masalan, yoki uyda nima deymiz? Qish bekitgan bo'lishingiz yoki pol bekitgan bo'lishingiz mumkin demakchi. Qish degani nima yani? Nima? Tashlavaq, paqaraq usti. Uyg'urcha nima deydi? Darhol ism kelmadi. To scrub the floor. Scrub degan surtmak, aytmoq. To scrub the floor. Yani uy polning yuzini qanday qilish? Aytish. To vacuum the carpet. Vacuum deganimiz qanaqa qilish? Shumirish mashinasi deymiz yoki vakuum asbobi. Odatda siz supurgida supurib yurmaylar, vakuumni akilib bossangiz shu ushoq har xil narsalarni yerning ustiga, gilamdiki yoki poldiki o'ziga qanaqa qildi shumirib oladi. Buni vakuum deymiz. Vakuum deganimiz peel bu yerda shumiritmak, the carpet, ya'ni gilamni shumirish asbobi bilan qanaqa qilish? Tozalamak degan gap. To dust. Dust deganimiz to'pichanglarni qanaqa qilish? Surtish degan gap. Surtmak, to dust. To take out the trash. Trash deganimiz axlat, take out deganimiz talag'i chiqish, axlatni talag'i chiqish degani axlatni tashlash, sirtqa chiqib tashlash. To take out the trash. And bu Amerika ingliz tilida to take out the trash desak, Angliya ingliz tilida to take out the rubbish deymiz. Rubbish deganimiz axlat Angliya ingliz tilida. To clean up. To clean up. Clean up deganimiz tozalamak. To clean up. Ratlamak. To tidy. To tidy deganimiz bu yerda Angliya ingliz tili. To clean up Amerika ingliz tili. Yani ratlamak, tozalamak. To go to the store. To go to the store. To go to the store. Store deganimiz magazin, yani do'konga bormoq, bir narsa kerak sotib olishni ko'rsatadi. To go to the store yoki to go to the shops. Do'konlarga bormoq. Bu yerda to go to the shops Angliya ingliz tili. To go to the store Amerika ingliz tili. To clean the bathroom. To clean the bathroom, yani o'birnini, tozalab qo'yishni tozalamak. To set the table. Bu yerda set degan bekitmak degan gap, table gap. Ustalni bekitish degan gap. Dasturxonni tizish degan gap, savoqdoshlar. Ya'ni tamoq yeydigan ustalga bir narsa keraklarni qanaqa qilish? Tamoq yeydigan hamma narsalarni hozirlamak. To set the table. Ustalni hozirlamak. Dasturxonni hozirlamak degan fe'l. Dasturxonni hozirlamak. To set the table. To set the table. Endi tamoqni yeb bo'lgandan keyin dasturxonni qanaqa qilamiz? Yig'ishtiramiz, ratlaymiz yoki dasturxonni yig'ishga to'g'ri keldi. Ya'ni ustalni
ratlashga to'g'ri keldi. Ya'ni shu ustaldagi shu narsalarning hammani ilib o'tishga to'g'ri keldi. Uni to clear the table, ustalni ratlamak, to clear the table yoki dasturxonni ratlamak, yig'ishtirmoq degan gap. To do the dishes. Dishes deganimiz qachquchilar degan gap. To do the dishes. Do degan qilish, qachquchilarni qilish degan gap emas bu. To do the dishes deganimiz qachquchilarni yuvish, yumoq degan gap. To do the dishes. I will do the dishes. Men qachquchilarni yuvay bo'ldi degan gap bo'ladi. To dry the dishes. Qachquchilarni yuvib bo'lgandan keyin albatta qachquchilarni surtib, qachquch surtadigan lo'nga qog'oz deganlar bilan quritishni to dry the dishes deymiz. Dry deganimiz quritmoq, qachquchlarni quritmoq. Hamda to load the dishwasher. Load deganimiz qachilamoq, ma'lum narsani qachilamoq. Dishwasher deganimiz qachi yuvish mashinasi. Qachi yuvish mashinasiga qachqucha shu qo'shiq velka degandek narsalarni qanday qilish? Selish degan gap. To load the dishwasher. I loaded the dishwasher desam, men qachqucha yuvish mashinasiga yuyiladigan narsalarni ichiga soldim degan gap bo'ladi. To load the dishwasher. And to unload the dishwasher. Qachqucha yuvish mashinasidan narsa keraklarni qanday qilish? Ilib o'tish. To unload the dishwasher. I will unload the dishwasher. Men bo'ldi qachquchilarni qachqucha yuvish mashinasidan ilib o'tay degan gap bo'ladi. To do the laundry. Laundry degan kir-qatla. Kir-qatla, ya'ni kir maynat kiyim-kechaklar. To do the laundry, do bu yer qilish, lekin bu yer yuvish, kir-qatlarni yuvish degan gap. To do the laundry. To do the laundry. I will do the laundry. Men kir-qatlarni yuvay degan gap bo'ldi. To hang clothes, kiyim-kechaklarni isish, ya'ni quritish uchun isishingizga to'g'ri keldi emasmi ba'zida? Agar sizda nim bo'lmasa, kir-qatlarni quritadigan quritish mashinasi bo'lmasa, to hang clothes, ya'ni kir-qatlarni yeyishingizga to'gri keldi, isishingizga. Uni to hang clothes deymiz. Hang degan asmaqa. To hang clothes. And to do the ironing. Iron deganimiz dazmol, ironing dazmol selish. To do the ironing, dazmol selishni qilish, ya'ni dazmol solmoq. I did the ironing desam, men dazmol solgan edim degan gap bo'ladi. To fold clothes, kir-qatlarni, ya'ni kiyim-kechaklarni, ya'ni yuyilib bo'lgan kir-qat emas bu, kiyim-kechaklarni qatlash. To fold, fold deganimiz qatlamoq. To fold clothes. To make the bed. Make deganimiz yasamoq, qilmoq. Bed deganimiz karvat. Karvatni yasash degan gap emas bu. Ya'ni yotgan ko'plarni qana qilish? Selish. Ya'ni to make the bed. Yotgan ko'plarni ratlash. Karvatni qanday qilish? Karvatni hozirlash. Yotgan ko'plarni yig'ish. To make the bed. Ya'ni to make the bed deganimiz shu yotgan ko'p selish degan gap. To change the sheets. To make the bed bayatin gapni yana qayta bir qatim ta'kidlab o'tay. To make the bed deganimiz yotgan ko'plarni selishni ko'rsatadi, yana birisi yotgan ko'plarni chiroyli ratlash, yig'ishtirishni ko'rsatadi. Shunga make the bed deganimiz agar qalaymiqam bo'lsa-mu make the bed, agar shu siliqliq qilsam yana kechda uxlash uchun make the bed. Okay? To change the sheets. Sheet deganimiz nima deganda nima? Karvatning yoki ko'pning yopqichlari shu yotqiningizning yopqichi deganlarni sheet deymiz. Sheet. Karvat yopqich, yotqan yopqich deganda. To change the sheets degan shu yotqiningizdan ko'pingizdan yopqichlarini qana qilish? Almashtirish. To change the sheets. Karvat yopqisini almashtirish. To water the plants. Plant degan o't yashlar, ko'ktatlar, har xil o'simliklar, gullar degandek. To water the plants. Shu o'simliklarga suv quyish, ya'ni sug'urish. To water the plants. And to wash the car.
Mashinani yuvish, to wash the car. Mashinangizni yuvishingiz to'g'ri keldi. To feed the pets. Feed degan yem berish, pet degan oila hayvoni, uyda boqadigan hayvonlar, mushuk, ishit qatorliqa yoki har xil qushlar uyda boqadigan yoki baliqlar degandek. To feed the pets, yani oila hayvonlariga oziqlik berish. Washing machine, kir yuvish mashinasi. Washing machine. And the tumble dryer deb bir narsa bor. Tumble dryer deganimiz kir quritish mashinasi. Tumble dryer. Washing machine, kir yuvish mashinasi. Tumble dryer, kir yuvish, kir quritish mashinasi. Laundry basket, kir qat sevati. Yani meynat kiyim-kechaklarni soladigan sevat. Laundry basket. Laundry detergent, kirqat sopini. Detergent deganimiz dal mushu kirqatlarga ishiltirgan sopini detergent deymiz. Soap demaymiz. Laundry detergent. Clothesline, kiyim-kechaklarning simi, ya'ni shuni asadigan quritish uchun agar uyingizda quritish mashinasi bo'lmasa, albatta, ya'ni tumble dryer bo'lmasa, clothesline lozim bo'ladi. Ya'ni kirqatlarni asadigan sim. Hamda buni inglizlar washing line deymiz, yuvish simi deb. Drying clip, quritish qisqichi. Quritish qisqichi degan kirqatlarni isib, qisqichda qisib qo'ymasangiz, shamol chiqsa uchib ketishi mumkin. Shunga drying clip. Bu inglizlar drying peg deb ataladi. Amerika inglizlar drying clip. Quritish qisqichi. Iron. Iron deganimiz dazmol degan ism, kiyimlarni tuz ratlik ko'rsatish uchun ishlatilgan uskuna. Iron. And ironing board. Ironing board. Board deganimiz taxtay, ironing degan dazmollash taxtiyi. Ironing board. Iron dazmol, yani birisi pil bo'lsa dazmol solmoq deb ma'nosi bor. Bucket. Uyda siz har xil cho'qim bir lozim bo'lgan chilak, suvchiligi. Bucket. Mop. Mop deganimiz nima deganda, shundaq pollarni surtadigan ho'l qilib, odatda ko'pincha nurg'un latilari deylik yoki jiplari bo'ladi. Har xil rangda bo'lishi mumkin, oq yoki bu degandek. Cho'ng bir tutqichi bor, uzun. Siz uni yo'ldab, uni azroq suyini siqib atgandan keyin yerlarni qanaqa qilasiz, surtisiz. Uni mop deymiz, surtgich, yer surtgich. Dishwashing liquid. Dishwashing degan qochquchilarni yuydigan, liquid degan suyuqlik. Qochquchi yuyish suyuqligi. Dishwashing liquid. Souring pad. Scoring pad aslamawa, ayada souring pad bo'lib qoldi. Scoring pad. Bu nima deganda, prijun azroq kichik, yumshoq o'zi, yumshoq bir alyomin deylik. Intan yumshoq yenik alyomindan ishlangan prijunliq, odatda bir narsani yuvish uchun ishlatilgan bir yuvg'ich. Shuni scouring pad deymiz, scouring pad. Ayada astinkin siba, shu unutilib qoldi. Sponge, buni biz o'rganib bo'lgan, sponge deganimiz bulutga o'xshaydigan shumirgich, suvni shumirib oladigan. Bu qochquchilarni yuvish uchun ishlatamiz, badanni yuvish uchun ishlatamiz, sponge deymiz. Yuvish buluti, yuvish buluti. Cloth, raq, lata. Odatda normalda oshxonalarda, oshxona uyida cloth bo'ladi, ya'ni aytilganga. Duster. Duster deganimiz bu cho'tka, odatda chang to'zonlarni aytilgan cho'tkani duster deymiz. Polish. Polish deganimiz parqaratqich bir suyuqlik. Parqaratqich suyuqlikni polish deymiz. Parqaratqich suyuqlik polish. Bu chunki polish degan pil bo'lsa, parqaratmoq deb ma'nosi bor. Cleaning fluid. Cleaning fluid degan
tozalash suyuqligi. Ko'pincha bu cleaning fluid nima deganda nurg'un narsalarning yuziga chichib, shu yani aytsangiz shu tozalash suyuqligini ishlatasiz odatda. Bleach oqartqich yoki tozlatqich. Bu bleach degan biroz shundoq dorilik ba'zi yerlarni qanaqa qilib turadigan, masalan, har xil dog' bu narsa bo'lsa, shuni oqartib turadigan, ya'ni shu dog'larni yo'qotadigan bir suyuqlikni bleach deymiz, bleach. Vacuum cleaner. Biz buni vacuumni so'zlagandik. Vacuum cleaner degan shu shumirish asbobi, ya'ni shumirib tozalash asbobi degan gap. Uni ko'nikisini bossangiz, o'zi ichidagi har xil axlatlar, yer yuzidagi axlatlarni qanaqa qildi, o'ziga tortib oladi. Vacuum cleaner. Dustpan. Dustpan deganimiz axlatni oladigan bir kichik qo'lingizda tutib oladigan axlatning kichik bir gurjiki. Dustpan. Dustpan. Brush, cho'tka. Ba'zi yerlarni cho'tkalaydigan nima? Brush, brush, cho'tka. Broom, supurgi. Broom, supurgi. Recycling bin. Recycling bin degan axlat sanduqi, lekin bu qayta recycling degan qayta ishlab chiqarg'ili bo'ladigan degan gap. Qayta ishlab chiqarg'ili bo'ladigan narsalarni soladigan axlat sanduqi. Ya'ni recycling bin. Demak, masalan, sizda bir botilka bo'lsa, uni recycling binga solsangiz bo'ladi, chunki botilkani yana akitib bir taraf qilib, yana qaytadan yana botilka qilib ishlatgili bo'ladi demakchi. Garbage bag, axlat xaltasi. Odatda shu recycling binning ichiga axlat xaltasini solsiz, andin axlatni tashlasangiz, axlat xaltasi bilan birga axlatni ag'il bo'ladi-da. Bu Angliya ingliz tilida garbage banni bin liner, bin liner. Rubber gloves. Gloves deganimiz palaylar, rubber deganimiz plastik palay deb ko'pincha oshxonalarda, masalan, ba'zida go'sht to'g'irmoqchi bo'lsangiz yoki qo'lingizning bak maynatdiligi, qo'lingizning bak bir xil shu narsa tutmoqchi bo'lgan narsalar bilan bevosita uchrashmasligining oldini olishingiz uchun rubber gloves taqsangiz bo'ladi, ya'ni plastik nima? Palaylar. Sevimli savatdoshlar, 13-dars lesson 13, chores and cleaning. Uy ishlari va tozalashga munosabatli so'zlar mana mushagacha so'zlandi. Esinglarda bo'lsin, bu kunlik ingliz tili so'zlik qomusida 3000 dan ortiq kunlik turmushimizda cho'qim bilishimizga, ishlatishimizga to'g'ri keladigan ingliz tili so'zlarni men bir-birlab so'zlab beraman. Balkim bu darslar 100 darsdan ortiq yoki 150 dars atrofida bo'lishi mumkin. So'zlayapman, shu so'zlash jarayonida barbara aniq bo'ladi. Hamda har seshanba kuni sizlar bilan bir yangi dars yuz ko'rishadi. Shunga ingliz tili o'rganayotgan do'stlaringlar bo'lsa, tavsiya qilishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Kelar qitimliq darschilik omon bo'linglar. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye. Xayr xo'sh.